Assalomu alaykum do'stlar, tinchmisizlar? 24-yanvarmi, 25-yanvarmi, xullas yanvar 2026. Avtomobilni oldin ishni boshladik. Listeyda orqasiga zakaz tushgan. Tashvish ko'chaga chiqib soatimiz 11:30. İşimizni boshladik, xudo xolasa. Yoshlarimiz charaqlab turibdi, bitta mart 20-siga o'xshab. Olg'a. Xo'sh, birinchi zakazimiz Diyor klinika. Xo'sh, ikkinchi mikrorayonda atrofidan zakaz tushdi. 3000 so'mmi, 4000 so'm povishenasi bilan. Bugun shanba, ish sustroq. Iloji yo'q, past povishenani ham olamiz. Kech paytki povishenalar qani 1 soatmi, 2 soat ishlaganimizda normal rezultat qildik. Ashtaqa bo'lsa qani edi. Iloji yo'q endi. Pikda o'tkazib yubordik. Kechki pikgacha. Shunaqa bo'ladi endi hozircha. Ikkilovni isharaga oldik. Uzoq turmaymiz. Tomda yo'qsiz kamera yopib ketadi, bu yerda ham yo'zinak. Xo'sh, Soyda ko'lga yetmasdan zakaz olganmiz, to'g'ri yo'llik uchun. Shaharda o'zidanlar 2000 so'mlik, 3000 so'mlik povishenasi bilan biroz ko'p bas. Bugungi sharoitga bo'laveradi xullas. Havolarimiz go'zal. Uqalanmay böyle. Molga o'xshab ko'tini sal chiqarib urishadiganlar z bo'lasan nima shunaqa paytda böyle. Tavrot yaxtimi hisob deydi, molga o'xshab böyle. Xo'sh, ekin-tikindagi prezidentcha pastga tushib turibmiz. Bizga zakaz tushdi. Eng qizig'i 400 metrdan. Aylantirishini qarang, 400 metr emas, 150 metr bilan kiramiz endi hozir. Har doimgidek. 6000-7000 povishena bilan yongan. Hali nech pul bo'ladi, benzinimiz ham tugadi buni ustiga. Hali Sholdiray Shaytepada klinikaning oxiridagi benzin zo'r ekan, lekin gap arzonligida emas, sifati ham yaxshi ekan, lekin ashiga boramiz endi. Iloji boricha klinikaning atrofiga bo'lib zo'rlardi klientimiz. Opalar bo'lsa kerak menimcha. Xullas, klientimiz maydon ko'chaga ekan. Orqali zapravkamizga yaqinroq joyga borib qolamiz ekan, xudo xolasa. Ojdanedamiz. Xo'sh, akalar, soatimiz 2 bo'libdi. Biroz mashinaning salon-palonlarini, yabyalarini tozalab oldik. Chunki bolaliklar chiqdi 1-2. O'zi asli bolajonman, lekin mana shunaqangi odamlar ham deyarli bolasiga qaramay molga o'xshab ketaveradi. Sizdan ham tepib ketadi. Shunaqilardan zerikkanmiz. Shunaqa. Xo'sh. Klinikaning oxiriga to'g'ri keladi. U ziloniy zonaning chekkasida turibmiz o'zi ham. Katta ehtimol bilan yana tashiydi. Hozir tashigan zakasi ham bunaqa tarafga edi. Ayronchi tarafga edi. Povishena bo'lganda olaverardik, 5 povishena bo'lib ham.
Ustuvonli ballimiz 29. To'ra borishi ham mumkin yana. O'teli pasayib ketsa bitta zapasim bor, shuni ishlatamiz. Voy. Tolmazor. Shu klinika tarafga yurib olganimiz qulay ekan. Yaqinroq deb meni tashlayapti hozir. Tolmazor ayronchiga Bespavishiyda. Qo'shimcha puli bo'lsa boraveramiz, lekin qo'shimcha puli yo'q. Tomsi bor xullas. Garodskoydan jicha o'tib oldik, Sanchasga yetmasdan. Yoki sal bo'lsa ham yaxshi zonaga kirib olganimiz o'zimizga yaxshi. Garodskoydan o'tib Sanchasga kelib oldik. Sanchas atrofini mana atkaz qilganimizga 21 bo'ldi. Rasvo tarafi mana shu Yandexda 4 ball. 45 edi ballimiz. 2-3 kun oldin ham. Lekin pik paytda mashina kam bo'lsa, u baliz 2 ball bo'lsa ham beradi, iloji yo'q. Manaqa paytda ish tingan paytda bilinadi rosa shu. O'zi mashina kerakli paytida u baliz 0 bilan fotokontroldan o'tib ketsa ham kerak bo'lsa necha marta zakaz bergan menga. Hozir qanaqa bilmayman, o'tgan shunaqa edi. Ular shunaqa o'ziga qolsa ancha-muncha anaqani osib qo'yadi bu Yandex. $800 metrdan 6,5 ming pavjina bilan zakaz tushibdi. Atkaz qilib olmasa agar. Qaytyapmiz. Xullas Medunusda atrofiga ekan zakazimiz. Menimcha kartni ochmadi. Ashti yashir. Yo'lga tushdik. Medunusda oldidan Zamzamga olib keldim, pochta bor edi ekan. Xullas 16 ming, 17 ming bo'ldi, xullas 20 ming so'm berdi. Devona masjiddan o'tib to'xtab turibmiz. Sal pushtiroq. Oqish aralashib tushdi. Xullas shanbaligi bilinyapti bugun. Yaxshilar. Bespavshini tushadigan emas, endi 3 kilometr, 4 kilometrdan bilmayman endi. Shunaqa zakaz tushsa olmaymiz, baribir yaxshi zonaga ancha yaxshi anaqamiz bor. 7,5 ming pavshina bilan 1 kilometr 200 zo'r atkaz qilmasa agar. O'zgarish mahalla. Bo'ladi Vostoda oldidanmi lekin yo'q. Yo'q, bunaqasi kirsa ham bo'ladi. Buyurtma bekor qilindi. Bekor qilasizda. Buyurtma bekor qilindi. Jinnimisiz? Bunaqa qimmat pulga ketib. Undan shunaqa 1 kilometr 100 zo'r edi ekan, rosa zo'r zakaz edi ekan aslida. Qani, hamma zakazda shunaqa yonsa. $4,000 pavshina bilan
Temirchilikni ichiga tushdi zakaz. Ko'ramiz, biror narsa yuklayman desa, pashol na ulitsa suv bo'ladi. Bekardan kilometrdan yeymiz. Odamni o'zi bo'lsin faqat ish qilib. Bagajni chaqirishga yoki tom bagajga, sedan boshqa chaqirishga ahli yetadi ko'pchilikda. Startu bizga arzonroq. Yuklay oladi deydi. Chunki yuklay oladigan sotoqozlar borligi uchun ko'pchilik shu yukiga tiqaman deydi. Yerga qo'yib olgan setkasini, los setkasini sideniga qo'yaman deydi. Tovugingizni ashadib urishtiring deymiz bizga o'xshaganlar. Oladiganlar bor lekin, oladiganlar borligi uchun shunaqa qiladi. Qanaqa pechkamiz bor edi, temirchilikda edi, anaqa yengil pechka. Hop, Kinaroq. hop. Tasha yukim bor deb anaqa tashlaydigan joy topolmay tashaverdim. Tashinga topib bo'laverdim mashinaga. Qanaqa endi kattaligi u pechkangizni? Kina bir 40 ta aylanadi, yumalab. 40 ta qiroli yumalab. Balandligi 60 santimetrcha keladi. Yengil. Salonga sig'masa kerak menimcha u. Tashinga topib bo'laveramiz deb telefon qilib so'rab oladi ular. Yo'q, atkaz qilib yuboring aka, bagaj chaqiring aka, ovora qilmasdan. Nima degandim? Bittasi masala. Tushunmasdan chaqirdim deydi. Ammo o'zi tushunmasdan chaqirgan. Pulni ko'rsatib turadi-yu, qaysi mashina ish pul bilan kelishdi. U darajada om emas odamlar hozir. 400 metrdan zakaz. metrdan keyin Bekardan ovora qildi mana hozir. Qaytib borgandim mana. Shunday o'ngga burilganimda zakazim yasnaydi ekan. Hozir u yoqdan burib kelaman endi agar atkaz bo'lmasa. Bitta odamning farosatsizligi yoki o'zini foydasi uchun mana qilib yana taksi ovora bo'laveradi. Ular shunaqa. Bu atkaz bo'ldi mana. Bekardan bu betdan bu betga o'tib benzin sarflaganim qoldi xolos. Shuni boshida o'ylasa-yu odamlar. Yangi narsa bo'lsa ham baribir temir, tunuka, pechkami, boshqami, nima bo'lsa ham. Mana shu yerda labolar bor, olib borib beramasa ot kallasini aytadi. Ashunda ham start chaqiradi-da mana qilib. Tekinga borsang deb odamlarga bilan. Xullas, Domsibazda yon bossang, mahalladan zakaz tushdi. 4-5 ming pavisinasi bor, xullas. So'qqa ketyapmiz endi. Oxir tarafga yuravering, Zelnomoskga demasa bo'ldi, ish qilinmaydi. oldinda harakatlanish bo'yicha kamera bor. Bilamiz. Oh, 80 metr taraf bilan Olmazor katta eshik orqasiga kirdik. Qaytib ketyapmiz. Eng qizig'i 9 kilometr yuribmiz. 1 kilometrga borib klient oldik. 20 ming so'm bo'ldi. Bizga qoladigani 16.700 so'mmi shunaqa xullas короче. Xo'sh, 10 kilometr yurilgan bo'lsa, kilometrimiz o'zi 1000 so'mdan tushayotgan bo'lsa, shunaqa so'kingim kelyapti o'zi hamchi. Bo'lmasa 3,5 mingmi pavishina bilan yongan zakaz. Bu taraflarda umuman yashil zona yo'q hozir. 2 kilometrdan 3,5 ming so'm oddiy обычный prosto zakaz tushsa ham o'zi katta gap. Xullas shunaqa. Yandex shunaqa. Faqat klientlarga ba'zi xolos bu Yandexda. Xullas bir ikkita zakaz tashladi olmadik. U aeroport kottejdan Bespavshina уже 4 ball ketdi. Baliga ham 20 baldamiz. Katta ehtimol bilan bu yerda oqarib yotibdi. Iloji boricha 1-2 kilometr yutishsak ham ichkariroqqa kirib olaraylik. Jamiyat ham yashil zona emas, har qalay
ehtimoliy sholdirama taraflarga tushib qolsa yaxshi. Bu tarafda bekordan vaqtimiz ketadi xolos. Qayerda 60 tezlik, ehtiyot bo'linglar. 62 bo'lsa ham bu 69 deb yozadigan shunaqa jalab radar bor bu yerda 80 metrda oxirida. 2 marta tushganman men. Xullas hammasi ham bir yo'l radardi-ku. Qo'shtepaga kelib oldik. Har qalay sal yashil zonadamiz. Bu tarafdan madrasa tarafdan tushish ehtimoli, anaqa sholdiramaga tushish ehtimoli ko'proq. Har qalay Bespavicheni anaqalarda yurgandan ko'ra 1 kilometrda bahridan o'tib kelib olaverdik xullas. 700 metrdan 2000 so'mlik pavichena bilan zakaz tushdi. Har qalay yo'qdan ko'ra shaharda ichi bo'lsa bo'ldi ish qilib. Mashina ish qizamaydi hozir. Orqaga qaytamiz bo'lsa yutkazamiz yana. Eski shahar, prospekt yoki yangi bozor bo'lib qolsa zo'r bo'lardi bizga lekin. 600 metr. Ko'ramiz qayoqqa ekan. Xullas 46 ni oldiga kelib oldik. Ulug'bek ko'chani boshiga 10 ming so'm yatiga. Hozir yana zakaz tushdi. 46 ni o'zidan naridan burib kelishimiz kerak endi, chunki o'tib bo'lganmiz Chorrahadan. 3000 so'm, 2000 so'm pavichena tushyapti endi bugun shanba. Iloji yo'q, majbur olyapmiz. Shunaqa gap so'zlar. Iziga sotib yuboramiz deydi-yu, shunaqa iziga benzin ishlayapmiz bugun kan. Bilinglar odamlar, o aşağıdan mashaq 15 mingga borib oldim deysizlar. Shu 15 ming taksi bechorani ziyoniga ishlaydi постоянно. Xullas eski 46 atkaz oldi. Qo'ling singur maymun atkaz qildi. Men uchun it ular, odam o'rnida ko'rmayman ularni. 9 ballik ustuvonli balidan foydalanamiz. 21:30 bo'ldi. Hozir telefon qildim operatoriga. Shunaqa ustuvonli bali taqdim etaman dedi. Taqdim etib olam dedim. Ishlatamiz chunki balimiz past edi. Bal past bo'lsa ham bunaqa joylarda ham 5500 pavichena bilan 1 kilometr 600. Shaharda ichi bo'lmasa bo'ldi ish qilib. 100 metrdan keyin svetoforda chapga buriling. Tushunarli, raddomga ekan. O'zbekiston ko'chani oxiridamiz, xullas to'rt ko'chadamiz, biznes sentrda oldi, razvorot qilib oldim. Raddomda oldin medinust oldi studentlar. Avtobus короче, 4 kishi chiqdi, biladi. Ogim kelmaydi, men studentlarga yo'q demayman deb, biladi. 4 kishi olish aslida ixtiyoriy narsa emas, baribir hamda arzimagan 11 ming so'm, 12 ming so'm pul bo'lib ham karta. Studentlar Obodondagi aka-opalarimizga ham Alloh rozi bo'lsin, mingdan ming rahmat. Hamma joyda ko'ryapman, mana shu deyarli chiqqanimdan beri. Mana yo'l chekasidagi, o yo'lning o'rtasidagi betonlarni tozalab yurishibdi, mana chekalarini. Alloh rozi bo'lsin, shulardan issiqdi, sovuqdi demaydi. Mehnat halol odamlar, haqiqiy mehnatkashlar. Turmani tepasi, Gulchilik zapravka.
Sepechkadan zakas olganmiz, ketyapmiz. Noch boshlandi, xudo xolasa. Xo'sh, do'stlar, aylanib bo'lgili universitet ko'chasiga kelib oldik. Yurib biz aylanib Zelyoniy zonadamiz u. Lekin zakazsiz. Ko'ramiz endi qayerga tushadi. Bitta 600 metr tushib atkaz olib ketdi. Sog'mi, narmanli bo'lyapti sog'u lekin. Prospektga qarab tushib ketyapman endi. Katta osmon oldiga tushdi zakaz. Atmay bo'lib ketmasanglar, endi uyatda endi atmay bo'lsa mas sovuq endi birpas turib turadi. Men soqatib qatib qolayotgan bo'lsa ham. Tushib ketyapmiz. 3000mi, 4000mi pavishina bilan. Yashin zonadan chiqib ketmasligi bo'ldi. Katta ehtimol bilan ekin-tikin deyishi mumkin. Yo'li yomon lekin bu yoqqa bo'lmagani yaxshi edi. Xo'sh, 24 soatlik ko'cha. Tennisli kort. Zakaz mashq ko'chani boshida tushib qoldi xullas. Lazzet dinar. Akalar muzikani oldidamiz. Xo'sh, muzikani oldidan childik. Evista atrofiga tushdi zakasimiz. Boramiz, qayoqqa boradi ekan. Ular akalar Evista oldidagi zakasimiz Asakaga ekan. Yozotdan shunday razvorot qildim, to'xtadim, yana qaytib ketyapman. Bu yerga programma yaxshi foydasi yo'q. Pavishina qurib ketsin-u. Qanchaga bo'lmaydi, bu qolsa ham shu mahalliy mashatrofga bo'ladi xolos. Undan ko'ra qaytganim qulay. Pavishyanasi ozligi uchun 40 mingdan bo'lmadi, 50 ming so'm berib tushib ketdi opadushi. Bular shunaqa 15 kilometrmi? Shunaqa ko'rdim, 16 kilometrmi shunaqa. Kechagi pavishyanlar kech paytda normal yonadigan ish yo'q bugun. Sambalik ham qilyapti baribir. Mikrayondan yoki zonaga qarab Gulshandan yoqamiz programmani endi. Yana mushugi bo'lib oldik, Voronejga kelib oldik. Kichik osmonamiz, Detskiy banisada bezinimiz bigat qilyapti uje. Hozir bezin qo'yib ish qiladigan bo'lsak, ish qila olardi-yu. Bilmayman yana asaka, pasaka. Bu yoq tushib qolsa qaytib kelishga urinib boramiz ekan. Qaytishimiz 20 ming bo'ldi, paputi. Asa как раз mashinaga keldik, ikkita bolam yo'ldan oldim. Ular shunaqa. Poyezd emas, to'g'ri o'tyapti. Tarax qilib. Ular ishimizni yakunlaymiz bugungi. Ammo shanba qanaqa bo'ldi. Ular shanbaligini qildi, kech payti ish zo'r bo'lardi. Yo'q, bu safar unaqa emas. Sovuq ham ta'sir qilyapti lekin.